Assalomu alaykum. Hurmatli guruhimiz a'zolari. Mana shu ko'rib turgan bodom. Mana shu bodomni sotilar ekan. Va bu bodom qanaqa bodom bu? Qilich bodom. Qilich bodom. Hop. Rangi yaxshi ekan, oppoq ekan, qani? Oppoq. Yaxshi. Buni qancha bor bu bodomda? Bunda 60 kilo. Bu shilinganmi bu? Ha, tayyor. Shilingan stanoqdan ham chiqqan ha bular. Stanoqdan. Tayyormi hammasi? Hammasi tayyor. Yaxshi. Ko'lmi, quruqmi bu? Quruq. Quruq. Yaxshi. Qovurilmagan ha bular? Yo'q, qovurilmaydi. Yaxshi. Shundan 60 kilo bormi? Hammasi bir xilmi? 100 kilocha. 100 kilocha tayyor bor ha? Yaxshi. Buni narxi qancha? Bo'ladigan narxini ayting. 105 ming bo'lar. Bo'ladigan narxi, sotilish narximi? Bu optim narxi 105 ming. 105 ming. Yaxshi. Dastlabki bormi O'zbekiston bo'yicha? Dastlabki bor. Yaxshi. Demak, dastlabkani o'zingiz yoningizdan qilib berasiz. Egasi shunda olib oladi xolos, ha? Yaxshi. Demak, bo'ladigan narxi 105 ming so'm. 105 ming. Yaxshi. Buni nomi qilich bodommi? Qilich bodom. Yana qanaqa bodomlar bor? Qo'ng'iz bodom bor. Qo'ng'iz bodom. Narxi qanaqa bo'lyapti qo'ng'iz bodomda? Ular ham 105. 105 bo'lyaptimi? Shilingan maynaqa tayyori. Yana qanaqa bodomlar bor? Oq qo'ng'iz bor. Oq qo'ng'iz qanchadan ular? Bu ham 107, 108. 107, 108. Sotish narxingiz, ha? Ulardan ham bormi? Ulardan ham bormi? Bor. Qancha bor u bodomlarda? 80 kilo bor. 80 kilo? Yaxshi. Telefon nomerni ayting. 94 132 82 82. Yaxshi. Jami necha bir 200 kilocha bodom bormi? Yaxshi. Hammasi sotiladimi? Hammasi sotiladi. Yaxshi. Bu stanogingiz ham bor-a buni? Stanok qiladigan. Shiluvchilaringiz ham bor-a? Shiluvchilar bor. Yaxshi. Mana shilinayotgan joyiga keldik. Mana stanoqlarda shilinar ekan mana. Yaxshi. Murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa, jo'natib berishadi.